Bugungi kunda Yangi O'zbekiston taraqqiyotida tarixiy tafakkur va falsafiy qarashlarni chuqur o'rganish muhim ahamiyat kasb etadi. Shu maqsadda tashkil etilgan mazkur anjuman ilm-fan, ta'lim va jamiyat o'rtasidagi hamkorlikni yanada mustahkamlashga xizmat qiladi. Davlatimiz rahbarining Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi deb nomlangan kitobidagi birinchi jumlaga e'tiboringizni qaratmoqchiman. Dunyoda hech qachon bir xil tong otgan emas. Bu degan gap har kuni yangilik, evrilish, yangicha qarash, yangicha shukuh va yangicha ruh, yangicha nazariyalar degan mazmunni anglatadi. Ana shu ma'noda bugungi Respublika ilmiy nazariy anjumanimizda ham shukuhi, nufuzi yuqori ekanligini bilgan bo'lsangiz ajab emas. Tadbir davomida mamlakatimizda amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlar, jamiyat hayotining barcha sohalarida yangilanish jarayonlari, yangicha dunyoqarash va tafakkurni shakllantirish masalalariga alohida e'tibor qaratildi. Shuningdek, Yangi O'zbekistonni barpo etishda inson kapitali, ilm-fan, ta'lim, innovatsiyalar hamda milliy qadriyatlarning o'rni muhim ekani ta'kidlandi. Bugungi anjumanda mamlakatimizda keyingi yillarda amalga oshirilayotgan yangilanishlar va o'zgarishlarning nafaqat tarix, balki bugungi kun va kelajak uchun ahamiyati haqida ilg'or fikrlar ilgari surilmoqda. Muhtaram Prezidentimiz tomonidan amalga oshirilayotgan islohotlar natijasida dunyoga kelayotgan Yangi O'zbekiston. Mana shu Yangi O'zbekiston sharoitida yosh avlodni islohotchi avlod sifatida tarbiyalash va kelajak uchun mas'ul yoshlarni tarbiyalash masalalari dolzarb ahamiyat kasb etayotganidan dalolat beradi. Siyosiy nuqtai nazardan olganda esa asrlar davomida bir tamoyil ilgari surib kelinardi. Davlat, jamiyat, inson. Inson 3-o'ringa qolib kelinardi. Muhtaram Prezidentimiz o'zlarining Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi asarida mana shu tamoyilni birinchi marta o'zgartirdilar. Va shu o'zgarishning asoslarini, sabablarini ham izohlab berdilar. Ya'ni inson, jamiyat, davlat tamoyiliga o'zgartirildi. Ya'ni inson oldinga chiqdi. Hamma narsa inson uchun xizmat qiladigan bo'lishi kerak deb ta'kidladilar. Anjumanda soha mutaxassislari tomonidan yoshlarni tarix va falsafa bilimlari bilan boyitish, globallashuv sharoitida mustaqil fikrlaydigan avlodni tarbiyalash dolzarb vazifa ekani qayd etildi. Shu bilan birga tarix falsafasining bugungi kundagi ustuvor yo'nalishlari hamda soha oldida turgan vazifalar yuzasidan tahliliy ma'ruzalar tinglandi. Meni mavzuyim tarixiy xotira va kelajak. Tarix falsafasi nuqtai nazaridan tahlil deb ataladi. Tarix falsafasi oddiy faktlargina emas, bir voqealarni shunchaki bo'ldi deb o'tib ketish bilan cheklanib bo'lmaydi. Bu juda ham katta xato bo'ladi. Tarixiy xotira o'sha xalqning, millatning ruhini saqlab turadi. Chunki har qanday g'oyalar kurashi bo'ladi, bilasiz. Hozir ayniqsa globallashuv davrida turli xil g'oyalar kirib kelmoqda. O'sha ijtimoiy tarmoqlardan, boshqalardan insonlar hamma o'sha milliy qadriyatlarga qarshi bir xavflar ham paydo bo'lyapti. O'sha kiber xavfsizlik masalalari bilan birga birinchi o'rinda o'sha tarixiy xotirani agar biz yaxshilab o'rgansak, bunda masalan qanday xatolar qilingan, tarixda qanday bir yutuqlarga erishganmiz, undan qanday xulosa qilishimiz kerak. Tarix bu bugunni anglashni o'rgatadi, kelajakni prognoz qilishni o'rgatadi. Tarixni o'rganish orqali milliy ong, milliy ruh, milliy qadriyatlarga sadoqat, vatanparvarlik, o'zligini anglash kabi tuyg'ular shakllanadi. Insonni o'zligini, jahon ruhi, o'sha ruhini tetik turib tutib turadigan bir juda ham katta bir boyligimiz. Bu kabi ilmiy anjumanlar yoshlarning tarixiy tafakkurini mustahkamlash, milliy o'zlikni anglash va zamon talablariga mos, mustaqil fikrlaydigan avlod etib tarbiyalashda muhim ahamiyat kasb etadi. Zokir Mo'minov, Islombek Abdunabiyov bugun dastur uchun. Siz bugun yangiliklar dasturi bilan tanishdingiz. Bizdan uzoqlashmang, xayr, salomat bo'ling.